3 xonali, svejiy remontli novostroyka kvartiramiz. Narxi bo'lsa 70 ming dollar. Bu domimizda novostroyka, ikkita lifti bor. Asosiy eshikdan kiryapsizlar, domofonli tayyor qilingan, ikkita alohida xona, alohida o'zini yuvinish xonasi, aksesuarlari to'liq qo'yilgan, alohida o'zini barcha sharoitlarga ega bo'lgan hojatxonasi. To'g'rida bo'lsa, bizani oshxonamizni kutib oladi. Oshxonada mebellari, texnikalari, hamma sharoitlari bor, duxkontining katyollarigacha. Bundan tashqari oshxonaning ichidan balkonga o'tsanglar bo'ladi. Koridor qismini ko'rasizlar, kattagina, kengina, 3 ta alohida xona. Birinchi xonamizni ko'rasizlar, bu mehmonlar uchun mo'ljallangan zal. Mo'yishi, aboyli qilingan, tarketli eshiklar hammasi yangi. Ikkita alohida xona. Bu tomondan bo'lsa, kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonaga o'tasizlar. Yaqindagina bir hafta bo'ldi remontlarini tamomladi. 3-so'nggi xonamiz bo'lsa, bu bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. 3 ta полноценный hamma xonasida oynasi bo'lgan kvartiramizni srochniy narxlarda sotilyapti. Bu joyimiz Olmos mahalla, Yashnobod tumaniga qarashli. Pastdagi raqamlarga bog'lanasizlar, uy bozor pulsi bo'lsa, har doim sizlar uchun xizmatdamiz.